Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Zürich shahrida. Aylarning sultoni bo'lgan Ramazon oyini oxirlashtirib, bugun Roza hayitini kutib oldik. Men kitob o'qish munbiridagi qarindoshlarimga ham qizim Dilfuruzga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga roziyatlik samimiy salomlarimizni yo'llayman. Roza hayitinglarga muborak bo'lsin. Roza hayit munosabati bilan bugun hozirlarga qoida usullarimiz nomli bu Yar Muhammad Tahir To'g'liqning qalamida bitgan kitobdan Roza hayit ham Ramazon haqida bir necha qisqa mazmunni o'qib beray dedim. Qishlar sayravotgan quyosh otimiz birda bulutlarning keyniga kirib, birda chiqib, xuddi "Menmi asrimizni anglayman" degandek tuyulyotdi. Mana shu go'zal tuyg'ularda sizlarga Yar Muhammad Tahir To'g'liqning qoida usullarimiz degan bu kitobidan hayit bayramlarimiz degan temadagi mazmundan biroz tanlab o'qib beray. Ya'ni roza hayit haqidagi bo'lim. Xo'sh. Hayit bayramlarimiz dunyodagi barliq millatlarning ahamiyatli hayit bayramlari bor. Bayram degan xushallik, tabriklash ma'nosida bo'lib, bu millatning an'anasi asosida barliq kelgan. Ham yana an'analarni, qoida usullarni beyitgan. Turmushga xushallik, shodlik, jo'shqinlik, umid elib kelgan. Uyg'ur xalqining o'z tarixida nurg'un hayit bayramlari bo'lgan. Dillarning almışı natijasida din tusini olgan nurg'un bayramlar qolib qolgan. Hozir Uyg'urlarning cho'ngroq an'anaviy bayramlaridan Nuruz bayrami, Qurban hayit, Roza hayit bor. Kichikroq bayramlardan yana qo'g'in saylisi, uzum saylisi, anjir saylisi, ulug'larning qabrisini yo'qlash bayrami degandek sayli xarakterini olgan bayramlarimiz ham bor. Barat iyi degandek qapoq ko'ydirib tantana qiladigan bayramlarimiz, Mavlud, ya'ni tavallud bayrami deganlar bor. Bu islom e'tiqodi bo'yicha payg'ambar alayhissalomning dunyoga kelganligini tabriklash uchun elib beriladi. Bundan Roza hayit. Bu yerda Roza hayit faoliyatlari, roza mezgildagi parhezlar deganlar borki, men buningdan roza hayit faoliyatlarini bir o'qiy oldi bilan. Islom dinining 5 parhezining biri har yili roza oyida musulmonlar bir oy roza tutadi. Bu Hijriya 2-yili Shavvol oyidan boshlab yo'lga qo'yilgan. Roza vaqtida zo'liq yeb, kashda kun to'liq batgandan keyin eg'iz ochadi. Mushu 30 kun ichida kambag'al, yetim yesirlarga, tulxotullarga, miskinlarga va boshqa qiyinchiligi bor tuqqanlarga mol mulkining 40 dan birini zakat ayirib, xufiyona holda yordam qilib ularga berdi. Buning bek nozik o'lcham qoidalari bor. Roza oyida har bir jon beshiga fitr haqqi berish buyurilgan bo'lib, uningda boy, kambag'al degan shart qo'yilmaydi. Buningda shu rayonning pulining qimmatiga qarab 1 yuandan tortib 100 yuan, 1000 yuangacha berish cheklanmaydi. Alloh Allohim bu Ramazon oyida tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Meningcha muhojiratda yashayotgan Uyg'urlardan xalqimizning omonligi, Uyg'ur madaniyatimizning saqlanib ham davom etishi uchun duo qilmagan birmi Uyg'ur yo'q deb o'ylayman. Xo'sh, davomlashtiray. Hayitning xosiyati. Hayit mavsumida butun oilalarda bir qitimliq cho'ng tozliq qilib beriladi. Uydagi kigiz kelam qatorliq pisatlar pokiz tozalandi. Uy to'rislari, aynaklar, o'yil aram, ishik oldilari keng ko'lamlik tozalandi. Kirqatlari yuyildi. Hamma odam hammomga tushib yo'yindi.
Qizlar o'sma qo'yishib, shaxsiy tozalik qilishib, hayitga hozirlandi. Bu tozaliqqa oila a'zolarining hammasi qatnashdi. Shunday qilib, hayit pokizlik elib keladi. Hayitlik sanzılar selinadi, pechin praniklar selinadi va boshqa turli nozik ne'matlar tizilib, hayitlik hozirlanadi. Hayitdan burun arazlashib qolganlar aplishadi. Adobat yuyiladi. Shunday qilib, hayit inoqlik, ittifoqlik elib keladi. Hayitlarimizda kishilar o'zaro mehribonlik ko'rsatadi, o'zaro kuyinadi, bir-biriga yordam beradi, urushmaydi, tillashmaydi. Shunday qilib, hayit orqali kishilar inoqlik, ittifoqlikdan, o'zaro kuyinishning xosiyatini his qilishadi. Hayitda kishilar hayitning hurmati uchun qoida yo'sinlarga bek ahamiyat beradi. Adab axloqli bo'ladi. Hayitda buzilgan oilalar yarishadi. Yamanlagan kelinlar qaytarib kelinadi. Shuning bilan hayitning xosiyati bilan oilalarning buzilishining oldi elinadi. Balalar yetim bo'lmaydi. Shundoq, hayitda hamma odamning chehrida xushallik va baxt jilvasi chaqnaydi. Hayit xushallik, kulki, go'zallik elib keladi. Pokizlik, sog'lomlik elib keladi. Vafodorlik va sadoqatga undaydi. Kishilar hayitki bu kishilarning fazilatidan hamma vaqtda xalqimiz mana shundoq mehribon, kuyimchan, adablik, axloqli, pokiz, tartiblik bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi deb arzu qilishadi. Qoida yo'sinlarimizdan bo'shunchalik o'qib beray. Xo'sh, endi bir parcha she'r o'qib beray. Chilladim. Maryam aziz tomchi. Gülzarlık bağlarda sayrap bulbuldek. Her canğa şat bəqit amet çıldadım. Tomuzda her yanğa sayı taşlıgan, qaddi tik çınarğa qamet çıldadım. Her ləhsi tilidin hikmet tamdurgan. Aqıllar əhliga nusrat çıldadım. Özgige alemçe mehrini sunup, harmağan qollarga rahat chilladim. Tün kecha tushidin cho'ch uyg'ongan. Bitapqa tinch amin uyqu chilladim. Miskillar qasriga to'lsun zar quyosh, g'opilga sop aql tuyg'u chilladim. Yolg'izlik jeniga patqan g'ayribning umriga shodlikdan hamdam chilladim. Söygüge qaqjirab qaraslab sungan, dillarga shifolik malham chilladim. Ups. Hop. Külkisi hicranda o'shgan Majnunning. Asraga laylidin vapa chilladim. Sadoqat nimidir, muhabbat nima? Qiz o'g'il barchaga sapa chilladim. Qaldırıp minnetsiz ecridin tamça, ketganga xushpuroq gulzor chilladim. Qismati aqlni hayratda qo'ygan, bepoyon jahonga bahor chilladim. Hurmatli qarindoshlar, mana ulug' Ramazon oyida men har biringlarning turmushiga xotirjamlik, oilanglarga baxt, saodatlar chillayman. Ma'qul emsa, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Oxirida qizim Dilfuruz bilan Fransiyaning Paris shahridagi ingliz tili o'qituvchisi Erkinning bundan bir necha yil ilgari birlikda o'rindigan bir naqshisini hayitliq hadiya qilaman. Qarang, Bahra og'aysizlar. Xayr xo'sh, omon bo'laylik. Xayr xo'sh.
tapsa tan bölüşüp yeşmigen birden tapsa tan bölüşüp yeşmigen Beli can tuttu sazlıklarda küçük çileke Kazan yiyip kabap kelip yeşmigen Beli can tuttu sazlıklarda küçük çileke Kazan yiyip kabap kelip yeşmigen Kazan yıkan şu dostlarını sevindik bugün Balilikta talay teşken şurilan biz Bakka kirib qiyqivetken gurilan biz Bakka kirib qiyqivetken gurilan biz Tün nisbette tutti bilip ey tuğu kepeni Patlap silip kep kaynatkan gurilan biz Tün nisbette tutti bilip ey tuğu kepeni Patlap silip kep kaynatkan gurilan biz Bakka kirgen şu dostlarını sevindik bugün Ötti aylar, ötti göz yıllar Ey tirikçilik hemi bilen akar diye çaşlar Ötti günler, ötti aylar, ötti göz yıllar Ey tirikçilik hemi bilen akar diye çaşlar Aramızdan geçse biriye tartıştık ana Judalıkta uzattık biz döküp gözyaşlar Aramızdan geçse biriye tartıştık ana Judalıkta uzattık biz döküp gözyaşlar Aşık hamsiz balıdık ne sevindik bugün